Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai. Ikkinchi jahon urushi paytida, shuningdek undan keyingi davrida qurol sanoatida, aviatsiya va avtomobil sohalarida ko'plab ayollar jonbozlik ko'rsatgan. Xotin-qizlar hozir ham bu yo'nalishlarda faol mehnat qiladi. Zamonaviy rozilar poyezdlar va tramvaylarni qoyillatib yasayapti. Los-Anjelesdagi vokzalda bu ayollarning ishini sharaflovchi ko'rgazma o'tdi. Connie McCoy Ohioda Siemens zavodida poyezdlar uchun qismlarni yasab o'rnatadi. Og'ir sanoatda maosh yaxshi. Bundan tashqari qo'l mehnati baribir boshqacha deydi u. Mexanik Amy Rasmussen Kaliforniyada Yaponiyaga qarashli Kinki Sharyo kompaniyasi zavodida yengil tramvaylarni yasaydi. Aksariyat hamkasblari erkaklar. Yaqinda rahbarlik lavozimiga o'tdi. Hech muammo bo'lgan emas. Boshida sal ikkilanishdi, lekin qilayotgan ishimni ko'rib rahbarlik ishiga olishdi. Qo'limdan ko'p ish keladi deydi u. Janubiy Kaliforniya universiteti o'tkazgan so'rovga ko'ra, bugungi rozilar temir yo'l sanoatida ishchi kuchining faqat 13% tashkil etadi. Butun sanoatda ular bor yo'g'i 30%. Lekin qilayotgan ishlari salmoqli deydi Jobs to Move America tashkilotidan Madeline Jennings. Svarkachi, elektrik, montajchi. Bu ayollar hamma to'siq va qarashlarni yengib o'ta oldi. Og'ir kasblarga ishga o'rnashish uchun yaxshigina jasorat kerak deydi Jennings. Bunyodkor ayollar nomli ko'rgazmada ayollarning Ikkinchi jahon urushidagi faoliyatini ko'rasiz. Bundan tashqari bugun xotin-qizlar qilayotgan 15 murakkab kasbni ham. Nufuzli Pulitzer mukofoti sohibi fotograf Dean Fitzmaurice ko'rgazma uchun ayollarni suratga oldi. Fotojurnalist sifatida deydi u, asosan erkaklar hukmron sohada ishlayman. Shu sababli bu ayollarni juda yaxshi tushunaman. Rozi mustahkam iroda, tinimsiz mehnat va kuch-qudrat timsolidir. Sobiq mehnat vaziri Los-Anjeles mutasaddisi Hilda Solisning aytishicha, nufuzli ishlarda xotin-qizlar hanuz ozchilik. Siyosiy lavozimlar va katta korporatsiyalarda ayollar ko'proq sonni tashkil etishi kerak deb hisoblaydi u. Sanoatda ish o'rinlari esa oshib boryapti, deydi Kaliforniya temir yo'l ma'muriyatidan Michelle Baum. Kaliforniyada ajoyib bir necha milliard dollarlik qurilish dasturi ustida ish ketyapti. Ko'plab xotin-qizlar xizmatda muvaffaqiyat qozonishi uchun ham yaxshi imkoniyat bu. Los-Anjelesdan Michael Sullivan, Washingtondan Nasiba Tohir. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.